Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytlar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her o'ylasam as yodimda bor edingiz, mana bugun huzurimga xush keldingiz. Nomi doston qadam yetgan hamma yerda bizga hamroh nega borsak bu sarkarda. Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tojdorligida o'tkazilayotgan xush keldingiz programmasining bugungi soni huzuringizda bo'layotdi. Men Abdulla Abdurahim. Uyda gol safarda choch osrimoq bo'lsang agarda hamroh menga har kuni Allohning nomi sarkarda 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 yeza va shaharda sarkarda sarkarda hamroh Sarkarda yurishlik mahsulotlari. Bugün bizga aziz mehmon qatorida söyümlük naqshchimiz Abdurishit Yusuf, inimiz Ubul Qosim Umar va Shirali Altekinlar bizning so'rinimizda bilib bo'ldi. Inim o'zi Abdurishit Yusuf kelganda hamda bu balkim Abdurishit Yusufning naqshlarini so'yib anglaydigan tomoshabinlarimiz hammasiga ayon otish o'g'li. Men bu Abdurishit bilan tanishdim burunla otishda xeyli nom qozongan bir xalq naqshchisi deb atalgan bir yigit ekanda. Men buncha otishda chiqargan shu xalq naqshlar bo'yicha chiqargan naqshlarni anglaydim. Ondan Urumchiga buncha biz tanishdim burunla kelib turdigan bir faoliyatlarga qatnashib turdigan. Demak, biz shaxsan men bu inim bilan tanishdim burunla otishdan Urumchiga taklif qilingan naqshchilarning qatorasida bağıgan yigit ekanda o'zim otishni Urumchini yaxshi ko'rdi-da. O'zi ham Urumchini yaxshi ko'rdi. Bir sabablar bilan biz bu yigit bilan tanishib qoldik. Ko'nglida naqshi muzikaga ishtiyoq hamda zo'r. Uning gap ketmaydi. Biz ikkimiz tanishgan vaqtida Abdurishitning bir albomini chiqarishga ehtiyoj bor ekan. To'liq o'zining nomida bütün naqshlarning to'plamini chiqarishga ehtiyoj bor ekan. Siz chappagan shu vaqtdagi otishdan shu seni to'plamingni ishlashga taraddud qilgan ideyaviy tayyorligini boshlab biz ko'pchilik bilan bir o'rtoqlashib baqsak shu vaqtida qanday bir o'y fikrlar otishdan Urumchiga chiqish va meni izlab bu ishlarni bir o'rlashtirish planiga kelganligini bir o'rtoqlashib baqsak deyman bizning ko'pchilik bilan. Men asli bu naqshchimi emas. Ha? Naqshchimi emas. Burunda. Burun. Adam kichik vaqtida naqshchi bo'lmaydi. Ya'ni demoqchi o'g'lim men muzik o'rgangan, muzikaga qiziqqan aslida. Masalan, men 87-yili to'liqsizning o'qiydigan vaqtimda Xinjiang san'at maktabidan o'sha sana shu yangi imtihon oldiki o'qish qabul qilgan degan xabarni anglab men Qashqarda biz imtihon bergan. Shu vaqtda to'liqsizdan to'liqdan ikki xil turda imtihon oldik. 8 da o'qiydiganlarni oldikan deb men anglayib oldim. Men shu vaqtda 6 sinfda o'qiydim mamlakatda. To'liqsizning 1-yilligida. 6 da o'qib turib 8 da o'qiydiganni oladigan degan anglayib men 8 da o'qiyman deb berib imtihon bergancha. Berib imtihondan shu vaqtda endi Abdulla akamdan shu biz Bijmeydanda imtihon bergan. 87-yili. 87-yili. Bular endi 10-sinfdamiz to'liqda shu vaqtda 10dan dashiga imtihon berganman. Men ham to'liqsizdan Abdulla akamdan to'liqdan bular. Demak shu chog'da unda bo'lganda to'liqsizningki san'at maktabiga imtihon berdiganlarning qatoriga kirma deb o'zini to'liqsizning kutgan yoki kutayotgan o'quvchilar qatorida bol qilganda. 8 da o'qiyotgan o'quvchi deb bol qilgan. Amaliyotda men 6 sinfda o'qiydim. Shunday o imtihonda qatnashdim, naytdi. Yaxshi 600-700 ga yaqin bal qatnashgan.
Şunu işte aldığınız zaten 10 ken go. Şu 10'ның bir sulap ötken ben. Hatta mana Şinjan sana şöyendim. Bodojum kelgen. Medeniyet imtihanısı katnaşsang şunu oldular. İşte bolsаңlar boldu degan chaqiriq keldi. O kesbi jihatdan o'tabsan. Kesbi jihatdan o'tab medeniyet dersi kelyapti. Abi degandek men 7 bilan 8 dersi ko'mgandan o'tamagan. O'tamagan. Shuni bilan muzikaga berganda shunaqda. Muzikaga bergan. Bu men 7 yosh vaqtimda muzika chelishni boshlab ketgan. 93-yillarga kelganda anaqanchamiz bir to'y to'ykan bu nimada dezching bilan naqsh etilgan bir yangilik ishlar chiqdi bu yoqda. Shuni bilan anchamiz uni bir naqshi o'qib ketib, shuni bilan voy bu deb boshqalar bo'ldi ekan. Sen eson olgan bo'lgandan keyin 93dan boshlab anchamiz bir naqsh etilgan ish qiziqib qoldim. Yani keyin 94-yillar bir qarday chiqirdigan bir zamonlikka shu qarday chiqardik. Bu deymi shu o'z navbatida shu doirada hali mumkin bo'lgan endi. Qarday deganimiz hamda shu og'inlarimizlar billa o'zimizlar yozadigan. Bunda lo'yinjinda besib oladigan. Shunda bo'lib qildi. Keyin men 94-yili Urumchiga keldim. Urumchiga kelib bir müşahede bir taraqqiy qilg'izay bu ishni deb. Aynan keyin bir restoranda bu bezilmashga to'y tekin o'gan bir yerda naqsh o'qib qancha chiqib yurdim. Endi 96-yilga kelganda bu yerda yana bir plastik ishildi. Umumda lo'yin diye lekin yanshing deydi. Yanshing nopozliq ismi nashr qilingan nopozliq deydi birini ishildi. Do'stxonim deydigan deydi. Şu vaqtda şu akkordlashtirish qilib ishilgan ishmishadi. Olim sog'ligi. Anadaki 99-yilga kelganda 98 kelganda menda taksilik MTV'lik de ishlaydigan bir ish chiqdi bu yerda. Aynan keyin Sıllı qatarlıq çoğunlar tarım deyilən bir karaoke deb. Do'stxonim ne etdin sen? O'pchi qilgan bu naqshni. Shuning bilan bu plastinkaga bir qiziqish bo'ldi. Shunda bizim gashda deydim ben ishlasak deb. Ondan keyin bu deyni 2000 ga kelganda boshladik. Boshlab shu vaqtda hamda Abdulla akamga böyle naqshini o'qib, ancha-muncha muzika akkordlashtirib qilayotgan ishlarga aralashayotgan bo'lgandan keyin shu ba'zan bir naqshini hamda Abdulla akam bir 4 naqsha bersam ashadan cheppas bo'ldi deganni qo'shqinga pukganda. Masalan, Ekim kamga, Ekim Asanga bir nechini, Abdat Abdikimga bir nechini deb mana bo'lib chaqirgan işte. Abdulla akamga bir 4 naqshini kelib mashina cheppasingiz deb deyishgandan keyin nima bo'ldi deb shu yerda biz hamda asos tunishgan vaqtimiz dal shu 2000-yilda endi. Rasmiy ish boshlagan vaqtimiz. Shu deygi muzik chaqirish sababli. Shu amaliyotda biz 87-yili biz mana shu san'at maktabining teatr aktyorlik kasbiga imtihon bergan vaqtida bu demak senmi biz bilan birga shu imtihonga qatnashib muzik furunga to'liqsizdan berayotgan ekansan-da imtihonni. Kasbdan o'tib bo'lgan, uqtirishmi kep bo'lgan, biroq madaniyatlar bo'yicha o'qimagan darslarni imtihon berib bo'lmagan gapda. Agar endi olib qolgan bo'lsa shu demak bir muzikant bo'lib qoldi ekansan-da. Hozirgi taqdirimiz balkim boshqacha bo'lishi mumkin. O'xshamaydigan bir taqdir bo'lishi mumkin-da vaqtida. Bosh qiziqish, kichik vaqtdagi qiziqish, muzika bo'lgandan keyin agar imtihondan o'tib o'qimagan bo'lsa san'at maktabiga kelib shu bir kasbni maxsus o'rganibdi. Muzikadan birini 4 yil yo 3 yil o'rgangandan keyin bu ishtiyoqli kirib ketgan gap bu kasb. Balki davomli muzika o'qish mumkin o chaqda. Endi shu ishildimanda gen deb qo'ydiki. Dadamni nayte ama shu san'atga amroq anglaydigan odam-ku. Dadam san'at tanarketchi azroq qo'ldan keldi ekan.
Şu asasen vücutta 4 numaralar oynab жүрген adam болған екен. Өзі тәнәркетші адам. Şu nakşı müzik meyda sanat faaliyetlerine ait aktif amrak adam ki şu an adam deyte balam men ülep gitip kalsam jığlap jümey aşı nakşılık okupasan boludu deyte. Sen terbiyeçi boğulup karganda. İdisi yaman. Jümey qavramiga berip nakşıda işkin okuyup kessam boludu deyte aşı gepler fakat isimden çıkmaydı. Gepleri karganda dadağımız sinamışında bir nakşçı buluşanı mı? Ondan bir oynayan arzu tutken bek medet bege o dadam. Na kem söz adam de ma gepni çıkmaydıgan şu jığıp yetti ölçep bir kıldıgan adam de. Bu çoğunlarının her bir eğiz gipi adamga kiymiş. Biz çoğunluğun oylap kaldıklarımız kara. Birini bilip degen boğayım dep oylap kaldım. Ben bu benim dadam aşında başta bir halkı yaramlık bir tunulgan bir adam boğan bastı. Biri eğiz gip baktı. Atalmagan erden atalgan döng yaxşı deydi. Şunu bana dep koygan. Siz mi keyin atalgan döng olasınız bulandı. Bunda bir eğiz geplerini adam keyin oylap kaldı ki. Kudda hazır senin dadam degende. Menin ölümümde jığlap jümey bulam. Qavreşin berip işki nakşını etip koysam buludu degen gepler özü belkim aş adam qattiq bir arzusu bo'lishi mumkin. Sanat ishtiyoqi bor kishida. Bunday adam bo'lishini balki shu vaqtida bir ko'ngliga tutgan bo'lishi mumkin-da. Aşta bulap o deyginin yılkı plastinkinin gibi qaytib bilelim de. Şunun ola şu vaqtidan da ma dey plastink işleydigan deyçim bek çıqqan. Bir endi ismini demeyle hem de bir deyçi burader Müşten diyen bir işlesek diyen bilen dolu dep Abdullah akamның ki uyga kelip müşindan dep 4 nakşını nemesini kılıp ketkendan keyin men bir 4-5 gün ötküzüp men bir özüm ayrım bir keldim de bu adamның yanına. Muşluk qanda boladı aka bir tal başlap baqtыңыз sen. Turib Abdullah akam dedi, "Akam sen xili bir nakşçı ekensen, yaxşı nakşçı ekensen, sen aş deyiciler qılmasanmış ne?" dep. Hatta o vaqtida qaysi deyicinin yaxşı işleydigan, qaysini qanday işlegan ben uqmayman de. Deyici dep bilaman de. Dastlab ko'rishgan bilanlar tutishib ketgan gap degani, ishlaymi degan. Degandikin qanday gap desam, mayada Nava Ünsün merkezideydigan Hüseyincan dep bir ağaynimiz var. Bu deyicinin aldığımız şu aşk kıysun ben seni aşkın kahmet olmuşturay. Mayada bizim bir akıllarımız var. Bu ne sen diysen bunda bir kilip bir mesletle işini de kılmamdı dep tuncu kademli bir doğru yolga başlap koydu da hem de. Müslüman da Hüseyincan aldı toğa şu mezgilde. Hele ondan terakki kılgan. Hem de şu vaxtın özüde ben demalı fark kılanmasam mı o işini dikip o işinin önüm boğan güne rast bir doğru yol başlap dikeyim şeyde. Dep emna etti. Hoş oldum. Onun hem de o deyici digenler onun meblağ şey onun kenkinem takçı okşamaydı kende. Şundan şu birinci dey 2000-yılı başladık. 2000 ma'lum deyicining bir kasallik mi bir sebep bilan bir 9 oydek biz ungim ep bo'lib muzikamiz bitgandan keyin bir yilga yaqin turib qoldi deychi. Shuni 2001-yil oxiridami taqatdi deyni. Chiqdi, naati yaxshi bo'ldi dedi. Endi yaxshi bo'ldi bizmi bilib turdik. Uniki ta'sir yaxshi bo'lgan. O plastinki bek mangan plastin. Muvaffaqiyat qozongan unda. Şu tunji qadamni hamda uning oldidagisi hamda Ünalg'ida chiqargan, ben to'y to'kimizda mashhur restoran, uni biz hisob demaymiz endi-ku. Ma haqiqiy bir xalqqa amaliy bir narsani yolg'iz kishlikda endi. Shuni chiqarib shundan azroq natija qozonganimiz haqiqiy rast bo'ldi ishga. Andan keyin shuni ular yana keyin bir necha ishladik. Ammo demak, shu tunji qadamni
Abdulla akam näýeti togry bir ýolga ýeteklep, maňa bir hakykatan da bir ýaxşy mehr muhabbetini ýetgizdi. Hakykatan bir o adam ras köňül bir belen adamke his kıldık. Şuna rahmetli hem de 20 yıldikken de işçimizde mi rahmet bilgilek hem de 20 yıldik. 20 yıldikken. 2000 yılı şu plastinkadan keyin Abdurishning o'zi aytganda san'at hayotida yana bir burilish nuqtasi deb o'ylasak mı bo'ldi. Shundan keyin andın mayli atishda bo'lsin, mayli Şinjan har qaysi yerlarda bo'lsin, san'at faoliyatidan ko'p bu burunqiga qaragan texmi aynida. Shunday. Teşviqat. O teşviqat yomon teşviqat. Abdurishning kasb bo'lgan qizg'inligini vaqt, iqtisod bu narsalar buzib o'tmasligi mumkin. Mening ko'nglimda shunday. Belkim ailede senin konuğunda yengil bulmaydigan bir to'sqin bo'lsa, belkim bu bir necha yil uzilib qolishi mumkin sening taraqqiyoting. Men sening yaxshi bir hisobda ustozing yo akang bo'lgan bilan naqshlarini so'yib anglaydigan odam ekanligimni ham bilsa. Men rag'batlantirmaychi davomli. Salla jimi qilib ketdi, telefon qilmay yo atishda yo Qashqarda ko'rishimiz, "Ey, bo'lmadi. Bular" deb o'tqalab ancha-muncha o'taldirib qo'yib, bunday yuradigan ishlarimiz bor. Rag'bat beramiz demak. Ammo shu jarayonda men ham ozroq xabarim bor. Bugun o'rtoqlashishga bo'lamdi. Shu sening eng zo'r qiyinchiliging bor. Boshqalar deydi, Abdurish bir mezgil uzilib ketdi, yo'qolib ketdi, unda bo'lmasa bo'ldi debchi. İşte bunun için şu hayatımda tunç ettim. Ben bir nakşı icat kıldım şu. Hayatımda bir nakşı icat kıldım da. Şu üzülüp kılışka münasebetlik. Ona tehe ilan kılınmadı. Kılmakçıymış şu. Yıkandı plan var. 2013 yılları dadam qaytış болып қалды. Көңілімізде bir naqsh etkidik bir keyfiyat yok bo'ldi. Bu ishni endi bir ne qilib tursak, eng yomon bo'lgani mening ayolim ig'ir bir kasallikdan yiqilib qoldi. Ulashib keldi. Keyindan kelib qoldi. Bu uning ustiga doktor endi shu Abdunur rayonimizdagi eng munavvar doktorxona bo'lgan birinchi doktorxona desak shula yakuni shu chiqadi. Bu kasal saqaymaydi degan bir yakuni chiqib qo'ydi. Shuna bilan bolalarimiz sal ushoq. Hatto quchoqda 3-4 oylik bo'lib qoldi. Yine qilib qilgan holatda. Şunun bilan endi uning cho'nglarimi ushoqda. Şu xuddi bu kasal saqaymaydi desayligi bo'lib uyg'un qon bilan mushak bo'lgandeklan bir sizim bo'lib ketdi shu zamatli menga. Şunun bilan aşı minutlar 10 yaş ömrüm qisqarab ketdim deb his qilaman o'zimni. Sen shunchalik kuchli ta'sir qildi bu gap. Saqaymadi. Endi bu xotin degan bazad bo'lgan bilan bolaning onasida uni nima gapni qilsa. Bu yerda uchiqroq desak, sen ayolingni yaxshi ko'rsan. Muhabbat bor. Shunda bolaning onasini endi bola ushoq tursa, endi amaliyotda to'g'risini degan vaqtida bu o'lmay men o'ldiganlar ish chiqib ketgan ma'noda. Shu sababli endi zo'r qiyinchilikqa duch keldim endi. Buningda yoki iqtisodiy yoki boshqa sabab yo'q. Ammo kasal uning ustiga 4 oyda bir qitim doktorxonada yetishi shart endi mushullar shunday chiqadi. Shuning bilan buni 4 oyda bir qitim endi u atishda ayolim davlat kadr endi. Bunu bu yoq ekilish kerak ekan, bu yerda davolat bir mezgil turish to'g'ri keldi ekan, yana bu xizmat bor ekan, bola ushoq ekan degandek, shunday bir o'ngishsizlik bilan
Ötep ketdi bir 5-6 yıl hayatım. Ama içimde okup durdum nakşında. Ya bir televizor ya ki bir bu kişilik bunda yerligi katlaşamadım. O katadın sal kap kılış oldu. Lekin içimde okup durdum. Şimdi okup durdum. Lekin Abdurishning mushu hozir mana biz ko'pchilik bilan o'rtoqlashgandek eng muhim sababi vaqt yoki iqtisodiy yoki boshqa sabablar emas. Eng asosligi oilasida yuz bergan mana biz anglab o'tgan shu singlimizning bolalarning onasining yoki Abdurishning umrlik hamrohining tuyuqsiz ana bir ig'ir kasal bilan yengilolmaydigan bir qiyinchilikqa duch kelganligi bo'ldi-da. Mana bugun biz ko'pchilik bilan buni o'rtoqlashdik. Balkim shu jiq do'stlarimiz seni mush tarafdagi mush sirlaring bilan, mush munglaring bilan mungdash qilsa bilgisi bor bo'lishi mumkin. Ko'p so'raydi. Ondan hozirgi kelgis davolash bo'layotganda sonimizni. U davolanish to'xtab qolmaydi. Umrlik dedimdi. Bu davolanish buni qildimmi bo'lgan sira cho'ng qurilish. Endi kasal yaxshilash qilmasa davolanishimi bo'shaydigan. Agar taraqqiyotning bo'lsa, u yana bo'ldigan ishki. Men hozircha hali yomon emas. Yana davomli shu davolanish yoki kunda bir qancha dori bor. Endi bir qancha deganim endi 7-8 xil dori olgan, biz 4 bir qancha kilo degancha. Da qarab endi demagan bilan ichim og'riydi. Çünkü umu bir adamın kızı tursa, içim ağrıydan balının anısı. Hem de bana kelgen, hem de andaşıp etkanda bu bir ahmet dep bildim bu işini. Doğru. Bunda sınaqda ütemesek. Şunda mı ya? Durus gap bulan. Bu çünkü sak tekkende bana. Sak vakti tekkende. Bizden kolumuzda vakti kesel oldu. Onun bizden ahmetimiz. Bizning ashunga mehrimizni berdiganga xizmatini qilgan yana bir fursat bo'ldi. O'zimizni isbotlaydiganga. Shunda. Çaş güzelleştirishdagi bo'sish xarakterlik mahsulot sarkarda chashni bir qitimda yuvib qaraydi suyuqligi chechingizni jonliq paqroq qiladi, rangi o'nglaydi. Tarkibidagi odamga oziqlantirish javri chechingizni texnik sog'lom qiladi. Ishiltish intayin qulayli. Chashni bir qitimda yuvish, bo'yash maqsadiga yeta olasiz. Sarkarda maxsus siz uchun ishlan. Bu tish asrashdagi bo'sish xarakterlik mahsulot. Tish asrashning eng yangi, eng unumli mahsuloti borliqqa keldi. Sarkard aql tish pastasi tish qurutlashdan oldin olib, tish sog'lomligingizga kapolat qiladi. Aqlli kishilarning tanlashi Sarkarda aql tish pastasi. Ko'rayotganingiz Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligida olib berilayotgan xush keldingiz programmasi. Shu sababdan demak ijod vaqtlari uzilib qoldi. Ondan Urumchiga yaqinroq turishga to'g'ri keldi degina. Birinchidan men 94-yil bo'lsa, hozir 2020 bo'lsa, 26 yil qoldi. Men mana shu Urumchiniki bu so'g'ishda ikki aralıqda cho'kilib yurgan. Biri men bal vaqtimda Urumchiga kelib, şu sanat tikalayligimni ko'z tutish maqsadida keldim. Shu aralıqda nurg'un qiyinchiliklar bo'ldiki. Shundaq qiyinchiliklarni yengib keynimga qaytmay davomli oldimga qarab mangdim. Shuni qaragandim, ko'nglimga loyiq eng muhim bir narsa bor ekanki, mushu degan ulug' kichik tinish deymiz. Bu indan yomon narsa ekan. Shu men mana shunday bir tinib qolgan joy bor. Shu ulug' kichik tinish menga bir g'alaba olib keldi deb bilaman. Men belkim 3 yaş yoki 5 yaş, 3 yaş vaqtidagi ishni men bunaqa xotiram yaxshi. Ashuni eslab deb beralaydigan. Sen palon vaqt manda deganting deydigan manda bir alayligim bor meni. 30 yil avval sen manda degan menga. Men sana manda javob bergan deydigan manda bir xuyim bor meni. Hamma narsani ism bakkan qilmayman. Saqlayman. Bu ulug' kichik tinish nerdan kelgan desa, masalan
Abdulla akamla bizden bir neçə yıl ilgiri bu kesipni qilib natija qozongan yoki biz ham kichik bo'lganken televizor qarab naqsh o'qisa. Chunki men xuddi Abdulla akamdan yaxshiroq o'qiydigandek tuyg'u bo'lgan ekan. İçimizde tinib qolsa ham ishqi rasmiy ishingdan qiziqqan ekan kasbga. Xat degan gap bo'ldi. Ichida g'ayrat, shijoat, orzu, armon, ondan xat degan gap bo'ldi. Biz ham de memnuniyetli 5 yaşım düğüngen sazına. 5 yaşım düğünüp kichik bo'lganken ben unutib qoldim da. Unutib qolib yani 2 yıl deyken sel çoğul 7 yaşga kelganimda aynan nevrakam Ravabni tanıştığımdan ko'rsa shu oldu yani bir uygunib olgan paytlar shu bitta unutib qolmay menib ketgan. Muameliyatda 5 yosh vaqtim o'rgangan. Kichik bo'lganken unutib qolib 7 yoshga kelganda yana bir uygunib menib ketgan. Şuna bu nayette üzerinde tug'ma deb his qilishim shu. Nayette kichik boshlagan bu ishni. Şuna bu televizorga qarab havas qilib qoldik, tinib qoldik. Eshik chiqdi qanday bo'lgandi deydigan. Shundaq hammadan bir puldan san'atga qiziqqanlardan bo'lsa, unchalik arzu havas bo'ldi, lekin bundaq omadlar hammadan nasib bo'lib ketmaydi ekanda. Lekin ajr qilgan Aşının peyda bo'lgan adamlarga cho'qim nasib bo'ldi ki, terishqa adamga qalbi nasib bo'ldi ishga. Yani bana bir bildiğim uçurum mushu yigit ayolni yaxshi dam olish uchun kasal bo'lgandan keyin ham ma'lum jihatda bir iqtisodiy asosga texmo puxtaroq ega bo'lib mush kasalni uzoqroq davolatganga tayyorlash uchun bir yeziga bir dach shaklli bir o'rin hozir qilgan bir sabab bor. Mush singlimiz uchun. Mayli iqtisodiy jihatdagi unum yoki bo'lmasa shu qizning shu yerda yezi tip-tip bo'ldi-da. Dam oldirish. Abdulla akam bag'an ekan. Men bag'an. Haqiqatan bu o'yini qanday yasadi deymansan? Shu ras qo'li bilan o'zichami odamlar ishlaydi u yerda cho'qim. Men his qildim. Aynaylik qilib uloq chiqdi. Xap deganda yasab chiqdi-ku, men o'zim jarayonni bilaman. İlk saxtımı? Oxiri uyak borib qara. Basam shu zodi har bir naqshda buning aqidasi bor-da, ko'rdim. O'yinlar kan-kanra men tushuntiryapti. Aka, menda qilsam bolaning onasi misha kasimi yaxshiroq dam olaydi ekan. Bir kunmi bo'lsa xushal qo'ram o'talaydi ekan. Ondan boshqa hamda bir ancha-muncha uni buni ko'rdi, o'zimizni tug'ilib cho'ng'ayrimiz. Ota-onamiz dastiga ya, andan haqlik kelsa sirtqancha-muncha ichvarsam, hozir ham naqsh muzikani to'xtatgandan keyin iqtisodiy jihatdan manba buzilib qoldi ekan deb. Shunday yaxshi bir umuman buning shu 6-7 yillik qilgan ishlar hammasi ash singlimiz uchun. Biz buni guvoh. Haqiqiy muhabbat. Rasmiy muhabbat desak bo'ldi. Burun sizni deb chaqirib saldim degandek bir hikoya kelganda, to'g'ri. Mush fikrmajlik qildi qara. Lekin qanday bo'ldi desam, unda bir qurilishni qilgan odam o'zining qilgan qurilishni o'zining bir hayotidagi asar hisoblanadi. Bir naqshimizni yaxshi ko'rganda yaxshi ko'rdi bu. Oxiri singlimiz Urumchi davolanmasi bo'lmaydigan chiqqandan keyin ashinimi oxir tashladim deyman. Biz endi shunda bir balla ta'til bo'lganda bir tug'dik bir oy yoki 15 kunda basak bo'ldi. Hammanasi joy-joyda. Biroq taqoqliq. Anam bor. Anamni azg'inken bir 80 ga qilishib qoldi, yosh umri uzoq bo'lsin. Anamni anda cho'ng uyga yolg'iz tashlab qo'yish olmaydi. Men bilsam bir necha naqshlarni ijod qildim. Xuddi o'zining mijoziga o'xshash. Uni sen bek oshkor qilishni xohlamayman. Balkim etibli berdim bizga. Abdurish ishlagan degan bunda gaplar sening uchun bak muhim emas. Sening uchun shunday bu. Albatta. Endi unda shu itiraf qilinish deydigan bir ish bor. Biz ham de mush kasbda haqiqatan de bir sistemlik tarbiyalanib ketgan odammiz birinchisi. Ikkinchidan bundan burun ham biz bir o'rinliqchi bo'lib maqdiqcha. Yoki bu o'rinlarda
muzikasi Abdurishitniki yo teksti Abdurishitning deb e'lon qilinmagandan keyin anda xalqimi Abdurishitni ulab chiqib qolsa bir xil men ishini o'zim qabul qilmadim-ku, chunki to'g'ri tushunganlar bir yozda, to'g'ri tushunmaganlar bir yoz gap qilib bo'lmaydi deb ko'p narsani xalqning deb e'lon qilib o'tdim. Xalqning bo'lsa, hamiyat shu xalqqa berayotgan narsa xalqning bor. Xalqning bo'lsa, bir qadar cho'ngroq bo'ldi ekan. Bu yerda bir katta bir gap chiqdi qarab. Xalqning bo'lsa texnik cho'ng bo'ldi. Haq e'tirof qilgani eng muhimda. Ve bizim şu xalqning ichidagi bir qism, bir son. Xalqning bo'lsa nima bo'pti? Otish xalq naqshlar aslida bor. Shunday go'zal. Qurilmasi oddiy. İşte qabul qilgan. İşte qabul qilgan. Hammadan tam sezgisi shunda, anglash sezgisiga yaqin keladigan chiroyli anglar. Asalda adam istiqoldi. Endi buni balkim bir mezgil unutilib qolgan bo'lishi mumkin yoki bilmay qolgan bo'lishi mumkin. Endi shu bir uzilishdan keyin Abdurishitningki ovozi orqali bu Urumchiga yana qayta, Urumchiga o'zimizning madaniyat markazimiz, madaniyatning bu yerda qayta bir bix surishning o'zi keyingi yoshlarimiz uchun keyin yana otish naqshlarini texmo voyaga yetkazib aytgan nurg'un shogirdlar uchun bir yo'l hozirlab berdi. Ko'pchilik bilan otish xalq naqshlarining Uyg'ur usullarini o'ynaydiganga, kayfiyatni ko'tardiganga, texmo bir muallaganga anglashlar uchun. Lekin o'zining ro'yini ko'taradigan odamlar uchun bu Uyg'ur usuli ajoyib keldi. Udarning tiz ostida Uyg'ur naqshlari uchun otish naqshlari ajoyib bir bakgavdlik. Usul o'ynag'isiz kelsimi? Otish berdi sanasida deydi. Hozir 3 bada, bu bolalar aytib, 4 bada, 5 bada. Necha vaqt bo'ldi? 8 kishi bor ekan hozir. 9 mikan. Aslında da to'ymayaptimizda bu naqshlarning kelib melodiyasiga, bunaqa udaniga. Onun ustiga restoranlarda shu otish perdasini o'qiyolmasa bo'ldi, bo'lmaydi. Qabul qilmaymiz degan uni. Bo'lmaydi. Chunki ham shuning usul o'yini, usul demak, otish perdalari desam Abdurishit esi keladi. Boshqa keladi. Ve bu cihetde hakikaten sen demişsen biz onu şimdi itiraf kılımız hem engi alımız seni hizmet gösterdi de engi alsak. Hazırlık gideceğim bana moda nakşı oldu da bu gerçi klasik nakşlar olsun mu? Hazırlık zamanda bu moda nakşı oldu. Şunu bunu bir gayri bir yeni uslub nakşı eğitiş ya ki Liuxing deyimiz var moda nakşlar başka klasik nakşlar başka da ağır yutiş minaj taze. Akılsızlık mı ki ya? Taza namuvafiq bir atashmaki deymi? Bu qachon uchun kim uchun xizmat qilsa? Abi degan gapingiz nihoyat durust bo'ldi-da. Hozirgi zamon biz uchun xizmat qiladi. Mudug'ni rasta bu. Mudug'niki hozir mod naqsh desak bo'laverdi uni. Shunga men bugun shu programmaga bizning bir chiqayotgan bir inimiz bor, Asqar Muxtar deb ko'pchilik bildi. To'g'ri. Hozir nihoyat yaxshi taraqqiy qilib yaxshi o'rgalash bo'ladi-da elimizda. Bir tekst bergan Jinim Mashq deydigan xalq tekstiga ishlangan shu Asqar og'ani ishlab qo'ydimi? Abdulla akamning shunday bir programma bor-ekan, shunaqa bir og'an ishlab bersam enim desam. Shu Jinim Mashq degan temaga bir og'an ishlab ekan. Men shuni oz bo'lsin ekkeldim. Lazım dedi. Lekin ben anlığımız var. Nakşandan uzunluğu. Rahmet. Tibobat tarixiy materiallarda zencevil, jigdi yelimi, qahva uruqi qatorliqlarning choch chiqishni ilgari surib, bosh terisiga namlik yetkazib, chochni yiltizdan quvvatlaydiganlikka xotirlangan. Sarkardi şirkati bu xil o'simlik materiallarning afzalligini bayqab, Sarkardi shifoiy yurishlik choch so'pillarini choch asrashni maqsad, sog'lom chochga ega bo'lishni orzu qilganlar sundi. Choch so'pillarini tanlaganimizda bexatar sifatligini tanlashimiz kerak. Chunki choch demak beshimizga toj demakdir. Sarkardi shifoiy xom zanjivil g'oli yurishlik choch so'pillari. Ko'rayotganingiz Sarkardi xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligida olib berilayotgan Xush keldingiz programmasi.
Candınmı özün artık Küçük ketme tumucuk Sen bulgaç gönlüm top Küçük ketme tumucuk Sen bulgaç gönlüm top Gül meşuk cinim meşuk Candınmı özün artık Gül meşuk cinim meşuk Candınmı özün artık Peşin şoktur, peşin şoktur Peşindin kirpigin şoktur Cahanni aylanıp görsem Senindek yaxşı yar yoktur Cahanni aylanıp görsem Senindek yaxşı yar yoktur Gül meşuk, cinim meşuk Candınmı özün artık Gül meşuk, cinim meşuk Candınmı özün artık Peşindeyim, gözümdeyim Gözümün gülüdeyim Yürekli çak çak etken Özümün söygünüdeyim Yürekli çak çak etken Özümün söygünüdeyim Gül meşuk, cinim meşuk Candınmı özün artık Gül meşuk, cinim meşuk Candınmı özün artık Meşuk, cinin meşuk Cemalını görermen Odunda zar zar takşap Ecel yetme yülermen Odunda zar zar takşap Ecel yetme yülermen Gül meşuk, cinin meşuk Candınmı özün artık Gül meşuk, cinim meşuk Candınmı özün artık Gül meşuk, cinim meşuk Candınmı özün artık Küçük ketme tumucuk Sen bulgaç gönlüm top Küçük ketme tumucuk Sen bulgaç gönlüm top Gül meşuk, cinim meşuk Candınmı özün artık Gül meşuk, cinim meşuk Candınmı özün artık